Bugun biz sizlarga Dehli Sulton hukmdorlarini aytib ketamiz. Dehli Sulton hukmdorlari asosan Shamsiddin Iltutmishga to'xtalamiz, Alo'ddin Xiljiga to'xtalamiz, Muhammad Tug'luqqa to'xtalamiz, Firuzshoh Tug'luqqa to'xtalamiz. Birinchi hukmdorimiz Shamsiddin Iltutmish. U qayerlarni bosib olgan? Panjob, Sind, Bengaliya hududlarini bosib olgan. Uning qilgan asosiy ishi shu. Buni qanday qilib oson yod olamiz? Elni panjasida tutib, mana Panjobni panja deb olamiz. Elni panjasida tutib, tutmish, Bengaliya nima chiqardi? Kanop chiqardi. Bengaliya kanopiga bog'ladi. Panjasi bilan elni tutib, Bengaliya kanopiga bog'ladi. Tushunarlimi? Panjasi bilan elni tutib, Bengaliya kanopiga bog'ladi. Panjasi bilan, ya'ni qo'li bilan elni tutib, Bengaliya kanopiga bog'ladi. Panjasi bilan elni tutib, Bengaliya kanopiga bog'ladi. Keyingi hukmdorimiz Alo'ddin Xilji. Bu ma'lumot ham juda ham esda qolarli bo'ladi. Qaraymiz, Alo'ddin Xilji davrida qanaqa ishlar bo'lyapti? Davlat xazinasi ko'paydi, kuchli qo'shin tuzdi va mamlakatni Mo'g'ullar hujumidan himoya qila oldi. Buni qanday qilib oson yodlaymiz? Alo'ddin Xilji so'zini hijolat degan so'zga bog'laymiz. Alo'ddinni esa ertak qahramoniga bog'laymiz. Alo'ddinning sehrli shamchirog'i bor ekan va u sehrli shamchirog'ni ishqalatdi. Ishqalagan ekan, undan jin chiqdi. Jindan esa u hech qanday hijolat bo'lmasdan, katta xazina va kuchli qo'shin so'rabdi. Menga ko'p qo'shin ber, menga ulkan xazina ber deb so'rabdi, hech narsa hijolat bo'lmasdan. Va bu narsalar yordamida Mo'g'ullar hujumidan davlatni himoya qila olibdi. Demak, uning sehrli chirog'i bor, Alo'ddinning sehrli chirog'i bor va u umuman hijolat bo'lishni bilmaydi. U davlat xazinasi, davlat uchun xazina, o'ziga katta boylik, pul so'rayveradi. Keyingisi esa Muhammad Tug'luqni Xorazmshoh Alo'ddin Muhammad hukmdorga bog'laymiz. Muhammad Tug'luq qanday nom bilan atalgan? O'zini Iskandar Zulqarnaynning davomchisi deb atagan.